O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Klass zavodida, TTZ zavodida turibmiz. Bu Klass zavodi yaqinda ko'chadi, Chirchiqqa. O'sha yerdan borib traktorni sotib olsangiz bo'ladi yoki viloyatlarga sizga dastavka qilib beradi. Birinchi o'rinda bizga o'zim birinchi marta ko'ryapman bu traktorni. Klass Action 850 traktori, 233 ot kuchli Power Boost programmasi bilan yana 30 ot kuchi qo'shiladi. 2 milliard 180 million so'm ekan O'zbekistonda. Dollarga agar bugungi kursga hisoblasak 180 ming dollar atrofida, 179 ming, 180 ming agar qaysi banklardan konvertatsiya qilishingizga bog'liq. Oldida toshlar turibdi, orqa balonlarda toshlar turibdi, oldida 900 kilo toshi bor ekan. Yana qo'shimcha mana bu vstavkalari bilan menimcha 1200-1300 kilo toshi bo'lsa kerak. Prosta katta traktor, Ariondan bir barobar katta. Xarakteristikalarni ko'rganimda 50% nagruzka orqa baloniga, shuni o'zida turishida 50% nagruzka oldi baloniga. Bir xil traktorlarda masalan 70-80% orqa baloniga tushadi. Bunda o'sha komponovkasi, kabinaning komponovkasi, motor, transmissiyaning komponovkasi hammasi to'g'ri hisoblanganiga, faqat pustoy holatda yurib ketayotganda 50% oldi orqaga tushyapti. Balonlarning kattaligini ko'rasizlarmi? Qaranglar. Meni yelkam, meni bo'yim 183 bo'lsa, pasti bu 170 mi shu atrofda bo'lsa kerak. Razmerlari mana 670R30 ekan. Orqa balonlariga kelsak, orqa balonlari bu ham katta. Buni qaranglar. Mendan necha bu 2 metrli balonlari bo'lsa kerak. Razmerlari 650-85R38. Mana bu toshdan tashqari mana bu yerda oska mana bu stupitsa deyilsa kerak menimcha. Stupitsa suriladi, balonni kattaroq qilsangiz bo'ladi. Qo'sh balonli qilsangiz ham bo'ladi. Yoniga yana bitta balon qo'shib haydasangiz bo'ladi. Oldini bilmadim, oldiga balki qo'shib bo'lar. Uni mutaxassislar nomerini qoldiraman. O'zlaringiz telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Kelinglar, orqasida ham juda ham qiziq. Трехточечный цепка deydi buni menimcha. Traktorda почти o'zi qancha tonna bo'lsa, o'shancha tonna yana обороты plug yoki boshqa narsalarni qo'shib haydasa bo'ladi. Vom yevro bo'ladi, bilasizlar, 540 yoki 1000 оборот aylanadi. Yana yevrosi rejimda ishlatsangiz bo'ladi. Buni выходlarini ko'rasizmi? Qancha gidravlika выходlari, hamma har xil selka, оборот plug, boshqa narsalar yoki chizel, ana rixlit, shunaqalarni qo'shib haydash uchun hamma narsasi bor bu yerda, mana bu yerda ko'rsatilgan. Endi men hammasini bu yerda tushunmayman. Agar sizga qiziq bo'lsa, mutaxassisga telefon qilib tushunsangiz bo'ladi. Mana o'zi ko'rinyapti, plus minus, kirish chiqish bu yerda havo kompressorlari ham bor ekan. Teleshka, tormoz, boshqa narsalarga ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'sha buni ulab qo'yasiz. Traktorda o'zida tormoz bosganlaringizda teleshka yoki pritseplarda ham tormoz bo'lsa, xuddi poyezd qanday tormoz bo'lsa, havo bilan bu ham shunday tormoz bo'lsa. Orqasida o'zini vom dorugirovkasi, masalan, biror nima yaxshi tiqilmay qolsa, traktorda ichiga borib o'tirmaysiz, shu yerda knopkani bitta bossalaringiz sal o'zi qimmatlatib o'rish mumkin yoki polni bir aylantirib berish mumkin va tsepkani tepaga pastga tushirish, поперечница deydi o'zbekchasiga, ruschasiga. Bilmadim, tsepka deysiz. Traktor o'rtoqlar Fransiyada chiqar ekan, O'zbekistonda sotiladi. O'rtoqlar, sotilganda NDSini yana qaytarib olsalaringiz bo'ladi. Balki qanaqadir yana imkoniyatlar bordir. O'zlariga telefon qilasiz, telefon nomerini qoldiraman, traktorni sotuvchilarni gaplashsalaringiz bo'ladi. Lekin men balonlariga qoyil qoldim. Shu paytgacha katta traktorlarni ko'rib kelgandim. Arionni ham necha marta obzor qilgan bo'lsam, Arionni ham balonlari shunaqa bo'ladi. Topливный baki eng qizig'i, mutaxassis aytdi menga, kabinasi amortizatsion ekan, 3 xil rejimda kompyuterdan nastroyka qilsa, 3 xil rejimda. Mana bu o'zi qaranglar, traktordan alohida yana ko'rasizmi? Sezilayotgan bo'lsa, traktordan alohida yana aylanadi. Tepada lampochkalar bor. Lampochkalar ham bitta qiziq narsasi, bitta knopkani bitta bossangiz hammasi yonishi mumkin yoki ruchnoy bitta yoqib tushsangiz bo'ladi yoki knopkani bitta bosganingizda hammasi o'chirsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga qiziq bo'lsa kerak, buni motorni ochib ko'rsatamiz. Kapoti ham rosa og'ir ekan. Oldida ikkita diod faralari va 4 ta boshqacha faralar turibdi. Mana bular menimcha, bu pоворотник emas, pоворотниклari kabinani oldida ekan. Filtr komponovka qilingan joyi, bu konditsioner filtri, moy filtr, u yerda ham yana bitta moy filtr, keyin intercoolerda filtri, vozdux degan sistemada ishlaydi. Havo bilan sovutib beradi, motorga sovuq havo beradi. Agar issiq bo'lsa, o'zini keraklicha ot kuchini berma, turbo kompressor keraklicha ot kuchi bermagani uchun yana qo'shimcha mana intercooler qo'yilgan, havo bilan sovutib beradi o'rtoqlar. Bu yerda suv sovutgichi va основной orqasida radiatori turibdi. O'zini kompressori bor, havo to'playdigan kompressorlari. Endi bu yerda hammasi yopiq turibdi, uncha ko'p ko'ra olmaymiz.
filtr расширитель, masalan suv boshqa narsalar bo'lsa pastda birdaniga kursangiz bilan kapotni ochib o'tirmasdan ballonni yonidan kelsangiz yoki oldidan kelsangiz ham agar yomon salarka turgan bo'lsa u yerda kursangiz bo'ladi. Bunda dvigatel Common Rail topilma sistema turibdi. 6 ta silindrlik 233 ot kuchli va Power Boost bilan birga yana 30 ot kuchi qo'shilib haydaladi. U qachon ishlaydi? Masalan, tsepkalar qo'shilganda, plug, оборотный pluglar qo'shilganda o'zi asosda kompyuter ichida kompyuter elektron blok управленияsi turibdi. O'shalar tushunib sizga ot kuchi keraklicha qo'shib beradi. O'rtoqlar, kabina ham rosa baland, ko'rasiz oynasi mana shunday katta ochiladi. Kabina ham baland, masalan, birinchi zinaga qo'yib, keyin chiqib tashqariga chiqsa bo'ladi o'rtoqlar. Ichida bu yerda qo'shimcha operatorning yordamchisini joyi, buni qo'ysa bo'ladi. Boshqa joyda seksiyalari bor. Ruchnoy tormoz, rosa qulay traktor, ko'rasam, o'zini воздушный yoki pnevmo o'rindig'i bor. Regulovka qilib, uni ham haydab ketsa. Mana bular ham podlokotniklari ham regulovka qilinadi, даже past baland bo'ladi. Bu tomoni ham. Bu yerda organ управления, pult управления deydi yoki masalan bu оборот motorning обороти bu скорость ekan. Bir marta bossangiz bitta gruppaga o'tadi, ikki marta qilsangiz boshqa gruppaga o'tib, masalan, skorosti tezlashib ketaveradi. Bu yerda orqa naviskani tushirish, ko'tarishi, bu yerda avtopilot, rulni avtopiloti bor ekan, bitta bosib qo'ysangiz o'zi boshqarib ketaveradi. Qatorga qarab, mana GPS navigatsiyaga qarab boshqarib ketaveradi. Neytral knopkasi, keyin motorni ikkita оборотda ishlatadigan funksiyasi bor. Masalan, haydab ketyapsiz, buni tushirmab yoki oyoq bilan bosmasdan knopkani bosib qo'ysangiz, polyani ichida liniyangizda ketayotgan bo'lsangiz, keyin liniyani boshiga borganda knopkani bitta bossangiz motor oboroti tushadi, siz burib olasiz yoki avtopilot o'zi burib oladi. Yana knopkani bitta bossangiz, yana уже liniyangizga tushib olganingizdan keyin oborot o'zi keraklicha ko'tarib, yana haydab ketaverasiz traktorda. Qo'shimcha boshqaruvlar, mana masalan plug qo'shganda yoki tsepka qo'shganda blokirovka differensial, blokirovka oldi orqani differensiali, rulni blokirovkasi turibdi. Vom оборотlarning regulovkasi, masalan 1000 оборотda yoki 540 va yevrosida ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu aytganim o'sha sentralniy organ управления faralar bilan bitta knopkani bosganda hammasini yoqsangiz bo'ladi yoki bitta ruchnoy o'chirib yoqib chiqsangiz ham bo'ladi. Juda ham qulay. Masalan, kechasi knopka hammasini bitta bosmasdan bitta knopkani bosib, yana o'chirib ketaversangiz bo'ladi. Migalkani yoqib qo'yish. Klass Cummins 1200 ko'rsatyapti. Shu menimcha ekranda bu modeli bo'lsa kerak. Bu yerda ham o'sha navigatsiyalarni hammasini ko'rsatib turadi. Bu tomonda nima bor? Skorost oldiga, orqaga qo'shish, richak, konditsioner joyi. Bu yerda buni bilmadim. Mutaxassislarni o'zlarining nomerini qoldiraman, so'raysizlar. Endi men traktor uncha ko'p traktor tushunmayman. Rulni regulovkasi past baland bo'lishi, pastga tushadi, konditsioner va qo'shimcha tormozlari bor. Hozir bu yonsa, qani nima ekan bu ko'ramiz. Pardasi o'zini yongancha ko'rsak bo'ladi. Bu yerda bu qanday bir regulovka qilinadi? Mana bundan tortiladi. Nima? Muzikaliy sistemalari, faqat muzika qo'yish kerak bo'ladi. Muzika qo'yib bersangiz kerak, menimcha. Yonda mana bu yerda har xil tilda, agar Germaniyadan mutaxassis kelib ishlamoqchi bo'lsa, o'zining tiliga qo'yib olib ketaveradi. GPS hammasini ko'rsatadi. SIM karta qo'yish kerak. Buni menga o'ylayman, SIM karta qo'ysa, keyin qaranglar o'rtoqlar, bu yerda buyurtmalar bor ekan. Operator yoki firmaning egasi sizga buyurtmani tashlab turadi, bu yerda o'zi ko'rsatib turadi. Har bir borganingizda bu yerda spiskalarni ko'rsatadi, qayerda qancha yer haydashligi kerakligi hammasi ko'rsatilgan. Transportlaringiz, рабочее положение hammasini shu yerdan nastroykalarni ko'rib ketsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p nastroykasi traktor haqida yoki diagnostika qilsangiz ham bo'ladi menimcha. Bunga ko'p teginmaymiz. Buni faqat mutaxassis yoki traktorchining o'ziga tushuntirib bergandan keyin teginsa yaxshi bo'ladi. Tak. Traktorda zavod qilib ko'ramiz. Oborot ko'tarib ketgan ekan. O'rtoqlar, traktorning korobkasi shunaqa qilingan. Masalan, katta yo'llarga chiqqaningizda 35-40 emas, oddiy traktorlarga o'xshash 50 km/soatga ham haydasa bo'lar ekan. Orqaga ham shu sal kamroq bo'lsa, avtomat korobkaligi uchun, pol avtomatligi uchun har xil skorostlarda, katta ko'chada yoki polyalarda haydasangiz ham bo'ladi. Blokirovkani
o'chirib yoqsa ham bo'lar ekan. Bizda solyarkamiz sal kam. Rasxodlarni bilmadim. Rasxodlari har joyda har xil bo'lishi mumkin, chunki yer katta yo'lda kamroq bo'lishi mumkin yoki yer haydaganingizda yoki pritsep taqganingizda yoki pritsep boshqa haydaganingizda boshqa bo'lishi mumkin. Ko'plar rasxodini so'raydi kommentariyada. Rasxodini aniq hech qaysi texnikaga aytib bo'lmaydi. Bu avtomobilmi emas. Avtomobilda masalan 100 kilometrga masalan 8-9 litr deb aytsa bo'ladi. Traktorlarda hamma joyda har xil bo'ladi o'rtoqlar. O'rtoqlar, bular traktorlarni o'zi qayg'urish sistemalari bor ekan. Masalan, buksot qilmasligi uchun pritsep og'ir bo'lsa yoki plug, оборотный pluglar taqqan bo'lsangiz, 7 korpusli yoki 6 korpusli taqqan bo'lsangiz, agar balon buksot qilib qolsa, aylanib qolsa joyida, sal-sal ko'tarib yana tushiraveradi. Operator unga aralashmaydi, traktor o'zi qiladi hammasini. U sezmay qolib yana ketaverishingiz mumkin. Qo'shimcha funksiyalardan bu masalan Yevropada hozir lazerniy planirovщикlar bor, yoki plug yoki boshqa texnikalar, oddiy даже prispodborщикlarda ham hozir kompyuterli qilgan, ular ham bunga qo'shib qo'yasiz elektronikasiga, u o'zi ikkalasi birga ishlayveradi. Keyin operator uyda o'tirgan yoki firmani boshlig'i kompyuterdan hammasini ko'rib tursa bo'ladi. Nechta prispodborщик chiqardi yoki plug qancha haydadi, qanaqa haydadi yoki lazerniy planirovщик qaysi уровеньda regulovka qildi, yerni pochvani настройка qildi, hammasini traktor o'zi o'tkazib beradi. O'sha sentralniy serverga o'tkazib, ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Traktorda orqasidan ko'rinishi. O'rtoqlar, bugungi kunda traktorlar sotuvda mavjud ekan. Klass O'zbekistonda telefon nomerini tagiga qoldiraman. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Yo Chirchiqqa yoki telefon nomeri bu viloyatlarda bo'lsa, o'zlarining dilerlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.